Bugun haqiqiy taqvodor dindorlikni o'zimda ko'rsatyapman deb yuzi qattiq, so'zi qattiq, fikri parishon yurgan birodarlar bor. Hammadan ayb izlab, hammaga do'zax muhrini berib yurgan birodarlar bor. Sunnat qayerda qoladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech ham bunday bo'lmaganlar. Payg'ambar alayhisalom hammaga xo'mrayib yurmaganlar. Payg'ambar alayhisalomning yuzlari muloyim bo'lgan. Doim tabassum bilan yurganlar. Rasulullohning so'zlari muloyim bo'lganlar. Birovning dilini ortmaganlar. Birovni yerga urmaganlar. Hammaning joyiga qarab chiroyli gaplar gapirardilar. Payg'ambar alayhisalom fikrlarda sobit bo'lgan. Ya'ni haqiqiy dindorlik unday bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalomga ergashganday yo'lda haqiqiy dindorlik bo'ladi. Chiroyli xulq ham taqvo bilan bog'liq ekan.